Biznes egalariga va yangi biznes ochib, endi qanaqa rivojlantiradigan savollarga bizani birga rivojlanamiz loyihasida hammasiga javob olasizlar. Demak, biza bu loyiha ichida nimalar qilamiz? Siz bilan bosib o'tadigan bosqichlarimiz bilan tanishib chiqamiz. Birinchi Instagram, ikkinchi Facebook, uchinchi Telegram, to'rtinchi YouTube va nihoyat beshinchisi veb-sayt va reklamalar. Biza bilan bo'lib o'tadigan hamma suhbatlarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Birinchi bizning rejamizda IT mutaxassislari bilan suhbatlashish. Ya'ni bizaga hozirgi kunda har bitta biznesda IT ning roli juda ham katta, даже 80% desa ham bo'ladi. Yangi brend egalari bilan suhbatlashamiz. Bu holatda qanaqa qilib shu yaxshi yuqori darajalarga erishganligi haqida gaplashib chiqamiz. Bu foydali bo'ladi hammamiz uchun. Biznesdagi yangiliklarni ushbu kanalimiz loyihamiz orqali ko'rib borasizlar. Biznesga yetishmaydigan instrumentlar, yangi instrumentlarni o'rtoqlashib boramiz. Demak, sizlar bilan birgalikda Instagramda biznes hisob ochamiz. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Keyingisi Instagramda biolarini, mana bu qismlarini to'g'ri yozish, to'g'ri kiritish, keyin kerakli instrumentlar biznesinglarni target qilish uchun tayyorlab boramiz. Keyingi qadamimiz kontent kalendarini ham yaratamiz. Dushanba kuni qanaqa kontent qo'yamiz, seshanba, chorshanba, payshanba va hokazo va yozib boramiz. Keyingi qadamimiz Facebook biznes hisoblarini ochish bo'ladi. U qanaqa ko'pchilik tushunmaydi. Mana shu savollarga ham javob olib ketasizlar. Instagramda bilamizki, Facebook, Instagram ochgandan keyin ko'pchilik Facebook orqali ADS target qilishni xohlaydi, lekin ko'p holatda yangi biznes egalari qiynalishadi targetologga yoki marketologlar bilan ishlashga. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, aynan bu loyihamiz siz uchun bo'ladi. ADS uchun eng kerakli sozlamalarni to'g'ri ochamiz. Instagramda biznes hisobini to'g'ri ochish, target uchun tayyorlash. Facebook ochamiz, biznes hisob yaratamiz, ADS target sozlamalarini to'g'ri qilamiz. Canva'da logo, bannerlarni tayyorlashni o'rganamiz. Video montajlarni, kerakli dasturlarni o'rganib chiqamiz. Xo'p, keyingi qadamimiz biznes egasiga yetishmaydigan instrumentlar. Hozirgi kunda eng muhim va kerakli instrumentlar haqida gaplashamiz. Veb-sayt, to'ppa-to'g'ri eshitdinglar, veb-sayt. Veb-sayt nima uchun kerakligi haqida, katalog uchun eng kerakli instrument hisoblangani uchun ushbu veb-saytlarni ham o'rganib chiqamiz. Kommersiy sayt bo'ladi, veb-sayt bilan tanishib chiqamiz. Uning ichi qanaqa bo'lishi, keyin suhbatlar qilamiz. Biz brend egalari bilan suhbatlashamiz. Tajriba almashamiz. Biza tajribalarimiz va fikrlarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Z-Uz-Soft uz. Sizlarga bu notanish hozirgi nom. Z-Uz-Soft bilan birgalikda kommersiy saytlar bo'yicha tanishib chiqamiz. Bizning hamkorimiz hisoblanadi IT mutaxassislari. Demak, birgalikda YouTube kanal ochamiz. Eng kerakli instrumentlardan bittasi hisoblanadi. Ko'pchilik YouTube kanalga e'tibor bermaydi. Xo'p, biza nima uchun YouTube kerak? YouTube'da kanalni to'g'ri ochish, barcha kanallarni to'g'ri himoyalash, YouTube'da pul ishlaydigan qilib sozlash, YouTube kanalimizga video joylash va uni to'g'ri yuritish haqida ham gaplashib o'tamiz. Demak, keyingi qadamimiz Telegram. Telegram kanal ochish, uni shu kanalni guruhga bog'lab qo'yish, linklarni to'g'ri qo'yish, to'g'ri sozlash, veb-saytga mahsulotlarni joylash, katalog qilib. Biza bilan birgalikda birinchi qadamni qo'ysanglar bo'ladi. Buning uchun bizani birga rivojlanamiz loyihamizga obuna bo'lishinglar kerak bo'ladi. Chunki yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun salomat bo'linglar.